Assalomu mikraldagi o'zkurmanlar mush vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur. Harabta institutimizning mudiri, shundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Okutuvchisi, doçent doktor Erkin Ekrem Muallim ötküzüp kelayotgan Xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizga xush keldiңlar. Muallim xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Aziz ko'rmanlar, bu Xitoy davlat raisi Shi Jinpingninki o'tgan oy bu Sharqiy Janubiy Osiyo ziyoratidan burun tunishtirgan yangi rayonlik bir bexatarlik modeli Xitoyninki bu rayonlik bexatarlikni kapolatga qilgan nishonni aks ettirganligi bildirilmoqda. Shundaqla Amerikaniki rayonga bo'lgan bunday aralashishni tadqiqot qilgan bir maqsad qilganligi bildirilyotidi. Bu yil shu aprel oyida bu Xitoyniki muhit siyosati yig'inda bu mushuninki alayida ta'kidlagan Xitoy Shi Jinping 2014 yili bu Osiyo bexatarlik tushanchisini o'tirib qo'ygan edi. Buni ta'kidlab o'tgan bo'ldi. Shu Amerikaniki Trump hukumatida Trumpninki bexatarligi ishonchni bunday azaytishdan foydalanayotganligi analiz qilinmoqda. Lekin bu Janubiy Xitoy dengizidagi bu kelishmasliklar yoki ziddiyatlar, ixtiloflar, Tayvanning atrofidagi harbiy faoliyatlar Xitoyniki amaliyotda bu tinchlikqa bo'lgan bunday bayonotlarning dal ta'tiri bo'layotganligi, Xitoyning aks harakat qilganligini ko'rsatib bermoqda. Bu yerki masala shu hamda Xitoy amaliyotda rayonningki tinchlikni qo'g'daymiz, yoki bexatarlikni qo'g'daymiz deganda qilgan bilan amaliyotda dal Tayvanga davomli tahdid selishi Xitoyning bu o'tirib qo'ygan bexatarlik tushunchasi bilan ziddiyatli emasmi degandek savollarni keltirib chiqardi. Biz bugungi programmamizda bu Xitoyninki yangi rayonlik bexatarlik tushunchasi niki bu Shi Jinpingning 2014dagi Osiyo bexatarlik tushunchasi bilan qandaq bir munosabat bor. Shundaqla bu model Amerikaniki rayondagi ta'sirini qanchalik azaytiydi. Onun başka bu Janubiy Xitoy dengizidagi ziddiyatlar ve Tayvan atrofidagi bu Xitoyninki harbiy harakatları Xitoyninki o'zini tinchlikninki bir sheriki deb bundaq boshqalar taqdim qilish qanday ta'sir ko'rsatgandek savollarga javob berishga tirishamiz. Shi Jinpingninki bu o'tirib qo'ygan deya ta'kidlayotgan bexatarlik tushunchasi bilan 2014da o'tirib qo'ygan Osiyo bexatarlik tushunchasi qanday bir munosabatda? Agar munosabat bo'lsa Xitoy nima uchun buni ko'p ta'kidlaydi? Amerikan hozirgi obrazini deymiz dunyodagi tuvallayotgan ishonchlikdan foydalanyapti yo'q. Siz buni qanday kuzatib chiqdingiz? Bu Xitay şu Jiang Zemin'in vaktinden itibaren yeni xavfsizlik yoki bexatarlik köz qarashini o'ttirib qo'ygan, fikrlarini o'ttirib qo'ygan. Yani bu Amerika'nın G'arbninki bexatarlik bu köz qarashlari soğuk urush bilan munosabatlikda buni tanqid qilib o'zinikini o'ttirib qo'ygan. Undan keyin Hu Jintao uning agishibmi degan. Shi Jinping 2014'ten itibaren Jiang Zemin'den yaxshiroq gap qilman deb umumiy xavfsizlik yoki bexatar ko'z qarashini o'ttirib qo'ygan. Bununki deydig'ini ya'ni hammamiz hamkorlik qilgan bo'lsak, bu xavflar bo'lmaydi va bir-birimizni qo'llasak bu xavf masala bo'lmaydi deydi. Ammo qanday hamkorlik qilish, qanday bir-birini qo'llash onu aniq depremaydi hamda. Chunki bu Xitoyningki mushu mayli mushu Sharq Osiyo bo'lsin, Janubiy Sharq Osiyo bo'lsin, bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatida nurg'un masalalar chiqyapti. Bu masalani hal qilishda Xitoy o'zininki pozitsiyasini ko'rsatib turib, o kuchini ko'rsatyapti. Misol harbiy kuchini ko'rsatyapti. Ondan keyin siyosiy kuchini ko'rsatyapti. Iqtisod cidden özünün bazarını bir kozur kılıp bu devletlerge propoz kılıvatıdır. Şununla Xitayning davatkan bu bir xatarlik meselesi bir propaganda yani bir teşvik siyasi bir teşvikdek görünüp kılıvatıdır. Hem de ma taraftan yani Amerika taraftan desek Amerika Asya devletlerge bir xatarlik teklifini sunuvatıdır. Amerika Asya'daki nurgun devletler bilen misalga harbiy manevrani ilip beriyotidi. Amerika shundaqla bu rayonningki devletleri bilen misal Japonya, Janubiy Koreya, Singapur, Yeni Zelanda degandek Avstraliya va
yaqinqi yillarda Filippin bilan bu harbiy manevrani ilib borgandek harbiy jihatdan, mudofaa jihatdan, xavfsizlik jihatdan bir hamkorlikmi bor. Ama Xitoyninki harbiy manevralarga qaraydigan bo'lsak, o'z beshiga qilyotidi. Shuningga bu yerda rayonning tinchligi emas, Xitoyninki tinchligi birinchi navbatda turyotidi. Shuningga bu Shi Jinpingninki mayli 2014'te deganlari bo'lsin, masalan 2014'te bu umumiy bexatarlik, milliy bexatarlik ko'z qarashi bo'lsin yoki yana o'xshash yilda, ya'ni 2014'te Osiyo davlatlarininki bexatarligi degan hukmni o'tirib qo'yishga tirishdi. Yana 2014'te misolga bu Osiyo davlatlarda ishonchlikni ko'paytirish, paydo qilish yig'inidimi, ya'ni Osiyoning xavf bexatarlik hukmini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Yani 2014'ten bugünküce yani 10 yıl ötep gitti. Deganlarının əməliləşməyənini görüyatımız. Xitayının ki bir məqsədi şu, yani Amerika'ya takabül turuş için Asya devletlerine yeniğe ilişki doğru kildi. Tarihte mi nurgun yükselgen devletler başka kıtadaki ya ki halkaravi manda bir güçke karşı çıkan vakti da hoşun devletlerle birlikte bunu ilip bir işe doğru kildi. Şununla Xitay şu 2019'da Asya devletler medeni diyalog jığınını açtı. Bu jığın 7-8 yıl tayarlıkla bunu açkan oldu. Ama açkan vaxtıda mı Asya'dan 7-8 devletinin liderler geldi. Birisi o Gürsiye'den, yani Gürsiye'nin Cumhuriyeti katnaşkan oldu. Bu Asya'nın Şarkı Asya'nın ki sırtında ama bunun maksatı öz vaxtıda Sungrungshan'ın ki oturup koygandek Asyalıklarının ki degan bir hukmni yerleştirishga tirishyotidi. Fakat Xitoy şu iqtisod tijoratda Asya devletlerini yeniga tadavlaydı ama o mu %100 emas. Çünkü Asya devletleri Xitoy bilan şu iqtisod tijoratda munosabat qo'yib ama xavfsizlikda, bexatarlik meselelerde Amerika bilan hamkorlik qilyotidi. Şunun bir yerde bir zıtlıkmı var? Bu Xitoyninki o'tirib qo'ygan bu bexatarlik ko'z qarashi bu zıtlıkның içinde devam qilyotidi. Şununla bu Xitoyninki Asyada bir tinchlik muhitni qo'g'dash va bu yerdagi xavfsizlikni qo'g'dash uchun bir ishonchsizlik meselesi bor bu yerda. Elbette bu zıtlıklardan tüpeyli. Şununla bu misalga ötken ayda, 4. ayda bu Xi Jinping'in ki Vietnam, Malezya, Kamboçya ziyareti vaktidir ama yanıla şu Asyalıklarının ki yurtudur. Asyalıkla hemkarlık kılış lazım. Birbirini kollaş lazım. Rayon sırtındaki güçlerge takabül turuş degandek gaplarni yanı çakalawatıdı. Bu xil jakalash 10 yildan beri devam qilyotidi ama Xitoy jihatdan degan chog'da bir aniq kutgan seviyede bir natija olamidi hozirgacha. Unuzdagi bu Xitoy bu rayonlik tinchlik modeli o'tirib qo'ygan bilan u Tayvanning atrofida nurg'un harbiy harakatlarni yapıp Tayvanniki bevosita taytishayotganligini hammamiz bilamiz. Ondan başka Filippin'de misal verdiniz, Japonya'da misal verdiniz. O Janubiy Koreyaga davomli atrofida harakatlarni qilib, beoramchilik paydo qilayotganligi aniq. Xitoy dal shunday tinchlikni asos qilgan bexatarlik modeli deb, ya'ni bazoqshivat deb bildim men. Xitoyda mushu qilmishlari siz deb o'tganingizdek nurg'un ishonchsizlikka ham sabab bo'lyotidi. Xitoy mushu bilib turib harakat qilyaptimi yoki üzünki davamlı tarixten kelgan bir vazifemiz var. Tarixni o'tirib qo'yib turib, shunda bizning burundan bir nüfuz, ta'sir doiramiz bor. Haq tilab huquqimiz var degandek, yushurun anasini mi deyaptımdı yok. Siz bunu qanday qaraysiz? Tarih jihatdan qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki qurgan xalqaro tuzumi, ya'ni Xitoy markazlik boshqa bu yabani milletler
bilan birlikte bir Tiansha yani yeryüzünü başkurduğan ama özü merkezde kaldığan da bir tüzümdü bu. Bu tüzüm 19. əsrin axırları 20. əsrin başında bu sistem bozuluşqa başlaydı. Çünkü G'arbliklar kelişi bilan bizning davatgan ulus devlet tüzümü besib kelgan ekan xalqaro devletler bir-birisi bilan teng baravar o'zininki egilik huquqiga o'zi ega bo'lganligini, diplomasiya munosabatni o'zi qura oladiganligini, haqqi jang ichib ochmasligi, o'zi qaror beradiganligini degandek bunda hukmni kelgan keyin Xitoy merkezlik yer yüzünü yani cihanını başkurduğun da bir tüzüm buzuluşu başladı. Şundak turup misalga Xitaylar yanıla yeni tüzümde bu bütün dünya yine dağıtın degen bir gap var. Bu Konuz'unki gibi. Yani bütün dünya okşaşlık buludu deydiğen. Misal Kang Youwei dağıtın şurada bir kitap mı yazgan. Yani G'arbliklar, Xitaylar hemmisi ahırkı cihanda hemmisi okşaşlaşıp kalıdı. Ama bu cihanını başkurduğun kim? Üyede inik demeydi ama bu gap sözünün arasında Xitay bolganlığını görürüz bir yerde. Ondan keyin bu yakınki yıllarda Xitayda yeni yeryüzü sistemi, tüzümü deganlarni o'ttirib qo'yganlar bo'ldi. Ya'ni hozirgi xalqaro munosabatninki nazariyalari qurilmasi hammasi inson nima davlatlarga ziyon bergachga Xitoyning kona yeni e, yeryüzü tüzümü onu biraz revize kılıp biraz tüzdüp bugünkü cema işleydiganlığını naydı qattiq bilan teşvik qilyotidi. Ama bugünkü cihan bu burunqi cihan emas. Yani burunqi e, uslublarni, burunqi hal qilish uslublarni bugünkü ekilib onu yağan rastlardan boyab qilgan taqdirda u bo'lmaydi u. Shuningga Xitoyninki yükselishi bilan birlikda o'zininki shu Osiyoda merkez bo'lganligini va jahonni bu o'zimiz so'ray oladiganligini Shi Jinping shu 2017'de Komünist Parti'nin 19. kurultaydı mı inek dedi. Misalga 2035'te dünyanın Cihangir devleti, en çok Cihangir devletiyle teng buluş ve 2049'da yani dünyanın Cihangir devleti buluşu degan üç basqıç stratejisini oturup koygan. Demek ki Xitayninki engide men merkezlik sizlar manga yardım qilish yoki nima hamkorlik qilib bu jahonni birlikte manda manguzmayız. Bu bolsa Xitayninki akıl parası, Xitayninki meselelerini hal kılışınınki uslupları, çare tedbirleri degandek aşı narsalarni bakçık teşvik kılıp kelyapti. Ama epey degandek bu xil tushunchaning amaliy qarshiligi ko'rinmayapti. Çünkü Asya devletler yine bu xavfsizlik cihette bir xatarlik meselede yine Amerika bilan hamkorlik qilyapti. Ama iqtisod tijoratda yine Xitoy bilan ilib beryapti. Hozirgi paytda Amerika Xitoyning orasındagi bu jiddiylashish bu Osiyo davlatlarininki Xitoyni tanlaylimi, Xitoyni tanlayli degan bir qiyin tanlashninki bir ahvolga tushib qelyapti. Duch kelyapti buningga. Şununla bu Asya devletler Xitay ile Amerika'nın arasında cidalini xalamaydı bu arasındaki buluvatkan cidalini. Çünkü onlar mecbur tallaşma mecbur kalıp Otur Asya'da şunda Xitay Rusya arasında mecbur kalsa bu devletler kimini tallaydı hem de. Şununla bu Xitay'ın ki kılganları muşu başka devletlerinin kıyın tallaş cepte siyasi tallaş, diplomasi tallaşta kıyın bir ahvalga düşürüp koyuyordu. Bu ahval bu Asya devletlerinin Xitayga bo'lgan ishonchlikni acizlaştırıyordu. Malum endi elbette bu Xitayninki bu rayonluk bexatarlik modelininki çoğun bir oturup koyduğun prensipleri var, göz kararları var dep oylayman. Üzüge xas değil hem de. Bu şunda bir göz kararı bolgan takdirde Amerika'nınki hazırlıkçı hem de bizden en bir kısım dilip kalgan tarafi dünyanınki bexatarlikni qo'g'dash bunda bir üzüninki misyonu yoki vazifasini bağlagan dep kelib uzundan beri. Amerika'nınki hem yerde güçleri var hem de harbiy güçleri var. Dәл Xitayning mushu o'tirib qo'ygan modeldagi qaysi xil ko'z qarashlar, qaysi xil prinsiplar
Amerika'nınki bexatarlik tushunchasidan farqliroq sizce? Yani o'tirib qanday farqlar bor? Xitoy ma Amerika mı Xitoyni tanqid qilyotidi. Ya'ni Xitoyningki degan bu bexatarlik tushuncha amaliy jihatda buningki bir natijasi yo'q. Ya'ni xalqlarni aldash uchun da'votidir deydi. Xitoy bo'lsa Amerikaningki bexatarlik tushunchasi soğuk urush vaqtidagi tushuncha. Ya'ni sen o'lmasang men qanday yashayman. Buni nol neticalik munosabati deb qo'ydi. Ya'ni sen o'lmasang men qanday yashayman. Aslında Xitoyni maqal tamsilladimi bor. Bu kurashni bunday tushuntirdi. Nisi vohu deydi. Sen ölmesen ben qanday yashayman degandek. Aslında Xitoyning ichidami bor, ammo Xitoy başka devletlerini o'ziga jalb qilish uchun başka devletlarninki manfaatini o'ylashib deyilganda ko'rinsimi, bayasizmi bergan misollarga o'xshash. Misolga Japoniya bilan Senkaku Diaoyudo talashlari. Bu Janubiy Sharq dengizida nurg'un devletlar bilan bu jerk munosabatlar tuzalmadi. Misolga bu Indoneziya, Malayziya, ondan keyin Brunei. Hazır teşip çıkan bu nima? Filipin. Filipinler Xitoy arasındaki münasebetler jirikleşti ama kalan devletler bu Xitoy Janubi dengizdagi devletler Xitoyning cho'ng devletdek muomala qilsa bo'ladi degan bir orzusi bilan Xitoy bilan yaqinlashishga tirishyapti. Chunki har davlat o'zininki iqtisodini o'ylashga to'g'ri keldi. Şununla her iki tarafınınki bu birbirisini acılap birbirisini tıllaş aslında yine Asya devletlerininki bu kanda buluvadıdı, bu neye berip toktaydı bu uruş derler, bu birbirisiga bo'lgan bu tanqidlar ve birbirisiga meydan o'qishlar ahiri qanday bir natija buldu. Bu neticede biz qanday qilamiz degan bu ansirashni texmi ko'paytib qo'ydi. Yani jig'ib kelgan chaqda Xitoyninki mayli misolga harbiy xomchotininki ras raqamning bermasligi va bayo degandek Tayvanga mau nima Janubiy Xitoy dengiziga va Senkakuga qarshi harbiylik bir qo'rqitish, bir bisim ishiltish, bir zo'ravonlik qilishi bu devletler, bu rayondaki devletinin Xitoyga bo'lgan ishonchi ojizlayotidi. Ammo majettin desak, Amerikadaydi Asiyanınki tinchligi butun hammamizningki manfaatiga to'g'ri keldi deydi. Buni toki 2012'lerde o'z vaqtidagi Amerikaning tashqi ishlar ministri Hillary Clinton buni o'tirib qo'ygan. Ondan keyin buni texmi mükemmellashtirib bu Asya devletlerininki menfaatini biz qo'g'daymiz degandek amaliy bir nimalarni faaliyatlarni qilyotidi. Shuningga bu Amerikaning bu rayonda nima ishi bor deydigan bir Xitoyninki bir gibi var. Yani başka bir rayonda turib bu rayonda nima ishi bor deb. Hamda Xitoyning başka devletlerde, başka rayonlarda nima ishi bor deb xalqdan so'rab bilish mumkin. Shuningga xalqni tanqid qilgan chog'da o'zi nima ish qilganligini bir o'ylab beqish lozim. Misolga Xitoy hozir shu Latin Amerikada, Janubiy Amerikada kuchni nüfusini tiklayotidi. U yerda kuchini tiklayotidi. Mavu O'rta dengiz rayonlarida manevralarni, harbiy manevralarni elib beryotidi. Bu Hind okeanidan Arab dengizlarida harbiy faoliyatlarni elib beryotidi. Hatta Amerikanınki bu Şark Şimal rayonlarga, misalga Berlin Boğaz taraflarida harbiy manevra elib beryotidi. Buni bazen Rusya bilan birlikda qilyotidi. Shuningga bu Amerikaning Asiyada nima ishi bor desa, misalga o'z vaqtida 2019'da Prezident Obama'nın Xitoy ziyareti bordi. Shu vaqtida degandi, Amerika hem Atlantik dengizininki devleti hem de Pasifik dengizining devleti. Demisimi Amerika her iki dengizga bağlandıgan. Şununla Asya Pasifik'te ama Amerika'nınki menfaati bor deb qilyotidi. Jig'ib kelganda har devlet o'zininki umumiy menfaatini qo'g'dayman deb tirishidi. Bununla karşı yani başka devletlerini celp qilish uchun ya gap so'zlar bilan celp qiladi yoki amaliy bir faaliyatlar bilan buni celp qiladi. Yaqinqi zamanda bu Trump'ninki shu
baj siyasetinden tüpeyli bazı devletlerini, Asya devletlerine, hatta onun şerik devletlerine ama rencide kılıp kalgan oldu. Bunda ahval belki vaktince ma Xitayga bir paytlık buludu. Amerika sizlarni iqtisod jihatdan, tijorat jihatdan bo'zak qilyotidi. Men sizlarga shuna iqtisodiy tijoriy yo'llarni men ichib berman deb vaqtincha bunda bir o'zgarishmi bo'lyotidi, ammo bu xil tamoja bajini o'stirishning siyosati bular uzun müddetlik değil. Uzun müddetlik emas, vaqtincha bir siyoset bo'ludi. Hamda Trump keyin qanday qiladi uni bilmaymiz hamda. Ammo Xitoyga bakma ishinib ketgan Asya devletler yok. Hem de Xitayga bek ishinib ketgan bir devlet var, to'g'ri. O da Pakistan hem de. Onundan başka Xitaydan menfaat alımız deydiganlar var. Hatta Afganistan'daki Taliban hakimiyeti şunda. Yani Xitay meblag salam gidip onunki peşinde, yani onunki aksı egişip minvatıdı. Ama özününki bazı meseleler kelgen çağda yani mustaqillığını mı otturup koyuvatıdı. Misalga Uygurlarını Xitayga tapşırıp vermeydiganlığını. Ve bular Müslüman boğaçka bularının Afganistan'da yaşaydığı hakkı boğanlığını mı davatıdı. Жығып келген жағда бұл ішкі devletninki uruşu cideli aslında halkarada yani dünyada güçnün üstünlüğünü kolgu düşürüşününki bir uruşu. Yani yeni yükselen bir güç mevcut hegemonyaya meydan okuş ve mevcut hegemonya yeni yükselgen güçke ruhsat vermezlik. Yani TİGDEK'te desek şu mesele var. Malum bu Xitoyniki del bu raylik bexatarlik modulini Singapur mudofaa ministri Ng Xan degan kishi bu o'z vaqtida Amerikaniki 1823 o'ttirib qo'ygan o'xshaydi. Monreha degan bu nimasiga bexatar kuchlanishga o'xshatibdi. Hozir iznib baxti bu nima degan gap dedi. Shu Amerikani o'z vaqtida Yevropa kuchlari qarshi Yevropa kuchlariniki G'arbiy yarim sharga aralashishni rad qilgan bir tushuncha. Ya'ni Yevropa turib sen nima ishing var Amerikada? Amerikani o'zimiz ta'sir doiramiz olamiz. Latin Amerikani o'zimiz ta'sir doirasida degan o'xshatibdi. Ya'ni demak shu Xitoyma Amerikaga Osiyo nima ishing var? Osiyoliklarniki deb turib, yani Asiyani o'ziniki ta'sir doirasida, nüfuz doirasida ko'rganlik uchun, qisqasi Osiyaniki notisman deb o'ylaganlik uchun Singapur mudofaa ministriniki buni o'tirib qo'yishi yoki o'z vaqtidagi necha yil burungi Amerikaniki tushunchaga o'xshatish amaliyoti bir asosi deb qarayman. Sizce bu mudofaa ministriniki o'xshatishda bir asosi bormi yo'qmi sizce? Esas var. Çünkü bu 16. asırda Gollandiya, ondan denki 17. asırlarda Fransa, 19. asırda bu nime İngilizce. Siz belki misalga okşaş Amerika'ma 20. asırın beşideme muşlar siyasetine ilip bağlan. Bu siyasetinin özü şu devletin menfaatini qoğdap kılış. Çünkü başkaları güçlük kelgen çağda senden cık menfaat elip ketken vaxtıda sen onunla karşı tedbir ilişki mecbur kalsın. Ama Amerika her daim bunu kılmadı. Ee, Yani Amerika chetini deydigan bo'lsak, Amerikanınki shu xalqaro siyosetinde ikki xil yo'l bor. Biri bu dunyoga aralashish, ikkinchisi dunyoga aralashmaslik va yolg'izla Amerika bilan shug'ullanish. Bu ikkinchi dunyo urushida bo'libmi 1941'de Japonya'nınki Pearl Harbor bu hujumidan keyin Amerika dunyo ishlariga aralashishga boshladi ve bugün dünyada biz yaşavatkan, körüvatkan dünya tüzümü, dünya sistemi degan narsalar hammasini Amerika kurup çıkan. Yani Amerika cihanınki devletiga aylangan, en çok cihan devletiga aylangan. Bugün Amerika özününki ziyan tartıvatkanlığını körüvatıdı. Misalga Amerika'nınki nurgun kaz var, yani devlet boğan takdirde. Yani 30-40 trilyon dolarlık kaz var. Her Amerikalık tuğulsa mı kaz olup tuğuldu 100 bin dolar bulup. Onun için başka devletlerle ilip bakan ticarette köpünce yani %90'ıca ziyan tartıvatıdı. Yani ticaretin ki tamponsuzluğu. Xitayla ilip bakan ticarette mi 380'den 426 milyar dolar ziyan tartıvatıdı. Şununla bu Amerika'nı yeniden güçlendiriş için
bazı devletlerinin ki şu Amerika'dan menfaat aldığın yolunu tosaş lazım. Degandek bir düşünce bilen Trump hazır onu ilip bir vatıdı. Ha, görünüşte belki biraz kaylamkan biraz zoravanlıkta görünsün ama düşünce ebekmen degandek Amerika'nın ki menfaatini qoğdap kılış. Şununla Trump'ını kollaydıgan nurgun adamlar muş sebepten qo'llavatıdı. Yani Amerika güçlense, qarzlar tölense, biz mi rahat yaşasak degandek. Şununla bu Xitay mı aşındaq başka kıtadaki devletler Asya kemisinde kılışma aşı maksat ile kılvadıdı. Yani özünün güçünü Asya'da tiklep onundan keyin bütün cihanda güçünü tikleş ve cihanını başkurmak degandek bir arzusu var. Yani AB Xi Jinping'in üç basqıçlıq strateji degandek. Bu xil ahvol tarixdami bor, bugunmi bor, kelgusida yana bo'ladi. Chunki davlat degan bir narsa bo'lganli bo'lsa, bunda siyosatlar ba'zan bo'ladi. Foyda elayotganda yoki kichik ziyon tortmagan chog'da masala yo'q, ammo ziyon tortib ketgan vaqtida bu ahvol o'tirib chiqadi. Yoki Xitoydek jahongir davlat bo'laman deb ba'zi Amerikaga qarshi ba'zi davlatlarni o'ziga tortish ve iktisadi bu vasıtasını işiltip durup o devletlerini özgü bağlaş. Bu mu Xitay'ın ki bir xil özünü kovdap kılış bir siyaset hamdi. Yani bizdeki meselemiz kelsek muallim bu Xitoy tam bizga o'sha besim siyosatini irqiy qirg'inchilikni bundoq yurgizganda eng cho'ng banisi bu yer rayonniki sharq turkistonniki deylan muqim emas bu yer bexatarlik chuqur kapolat ega bo'lishi kerak deb o'sha bexatarlik tushunchasini davomli oldingi planga ta'kidlab turib o'sha zulm siyosatini yo'l qo'ydi dal shu xitoyniki hozirgidek rayonniki bexatarlik modeli nuqtasidan Xitoy yeni bir qitim bizning vatanga bo'lgan bexatarlikni bani qilib turib o'ziniki siyosatni hozirgi siyosatni davomlashtirish mumkinchiligi bormi yo'qmi siz buni qanday qaraysiz? Bence buludu. Çünkü Şark Türkistan halkını tamamen asimile kılmakça Xitay bu Şark Türkistan rayonundan ensireşliğine devam kıldı. Bu ensireşlik birip Xitay'ınki Şark Türkistan'da bazen bisim siyaseti, bazen ilmikir siyasetiyle devam kıldı. Ahırda şu Şark Türkistanlıkla Xitaylaşken takdirde. Yani Xitay Cumhuriyet milleti degen hukumunu sahipleyen vaqtida, kucaklagan vaqtida onundan kim belki asılış mümkün. Bu bir. İkincisi, Türkistan meselesi halkaravileşti. Halkara bütün dünya hazır Türkistan'da bir mesele boğanlığını biliyordu. Xitay, muşu devletler, Xitay'a karşı çıkan devletler, Türkistan meselesi kol salamı ki degen ensireşten tüpeyli yine Türkistan'da bu katık kolluk siyasetine devam kıldı. Hazırkı paytda Xitay şu yeni İpek yolu stratejisini emelleştiriş için Türkistan bir çıkış yeri. Yani çıkış darvazı, çıkışının ki körüge, darvaz yıkılsa, körük çökse Xitay çıkamaydı. Şununla Türkistan'ın muhimliği Xitay cetten degen çağda Xitay'ın ki en mühim bir xavfsizlik, bir xatarlik meseledir. Yani bu xavfsizlik ensireçlerden töpeyli bir yerde yani katı kolluk siyasetini ilip barıdı dep oylayman. Aziz kurmanlar biz bugungi programmamizda Xitoyninki yoki 2014 yili Shi Jinpingniki Osiyoning bexatarlik tushunchasi bilan hozir Xitoyni ta'kidlayotgan Osiyoninki bexatarlik modeli o'tirishga munosabatni tushuntirishga shunaqa uning bizga bo'lgan ta'sirini yoki Xitoyniki Osiyodagi nufuzi qanday ta'sir ko'rsatganligini yoki Osiyo davlatiniki Xitoyning bu ko'z qarashiga qanday inkas qatirligi haqida suhbat ilib bordik. Ma'lum siz ko'p rahmat. Mən rəhmət etdim.